Koreya universitetida o'qiysiz. Koreyslarning ozg'inligi va doimiy yoshligi siri nimada? Kelinglar, men sizlarga ularning sirini ochaman. Birinchi eng asosiy sababi koreyslar hech ham non va xamir mahsulotlari yemaydi. Ularning noni guruch hisoblanadi. Faqatgina qaynatilgan guruchdan foydalanishadi. Ikkinchi sababi ular juda ham kam yog' iste'mol qilishadi. Iste'mol qilishganda ham faqatgina o'simlik yog'lari, ya'ni o'sha to'yinmagan yog'lardan iste'mol qilishadi. Ovqatlari asosan qaynatilgan, bug'da pishgan yoki dimlangan bo'ladi. Uchinchi eng asosiy sababi koreyslar har bir ovqatlarida fermentlangan salatlardan iste'mol qiladi. Kamida 6 xil, har xil salatchalari bo'ladi ularning yonida. Fermentlangan mahsulotlar asosan ichakdagi foydali bakteriyalarga zo'r ozuqa bo'ladi, immunitetni oshiradi va undan tashqari har bir yeyotgan mahsulotini nutrientlari tanada yaxshi singishida yordam beradi. Yana bitta asosiy sababi ular sabzavotlarni chala pishirishadi. Qanchalik sabzavotlar chala pishirilsa, shunchalik vitaminlari o'zida saqlanib qoladi. Ular yosh va ozg'in ko'rinishining asosiy sababi ovqatlanish madaniyatida. Qaniydi bu madaniyatni O'zbekistonga olib kirish iloji bo'lganda edi.